Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda noutbukimiz ekrandagi rasmni o'zgartiramiz. Buning uchun o'ng mishkani bosamiz va mana bu joyiga personalizatsiya deb yozilgan. Shunga bosamiz va fon degan joyga bosamiz. Vibrat fotografiya chetiga obzor bor. Shunga kiramiz. Mana bizda bor izobrajeniyamizda saqlanib qilingan rasmlarni chiqarib berdi va bittasini tanlaymiz. Bir kartinka qilamiz. Mana azizlar o'zgardi. Mana bu joyiga chiqadi. Endi X qilib chiqamiz buni. Mana azizlar. Yana buni boshqacha fonga o'zgartirsangiz, yana shu mishkaning o'ng chetini bosib personalizatsiyaga kirasiz va bu yerdan o'z holatiga qaytarmoqchi bo'lsangiz, yana fonga kirasiz. Bu yerdan esa o'zini oldingi rasmini tanlab qo'yasiz. Mana azizlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat.